Bugun suhbatimizga tunji kelganlar bormi? Hoş geldinglar, maşallah. Hoş geldinglar. Hoş geldinglar. Nereden keldinglar? Sabah koydum ya. Ha, hoş geldinglar. Yusufjon, tunji kirishinglar, o'tgan haftadan keyingi. Biz o'tgan haftada qaysi dars o'qiganto? Kimning isida bor? Ha. Şükür aytish. Benim şu mükemmeller falan Ha. İnsan nima uchun kasal bo'ldi? Shundaqmi? Alloh taolo insonni mukammal yaratgan bo'lsa, nima uchun kasal bo'ldi deganga o'xshagan ba'zi bir xiyolimiz keladigan savollarga javob bergan. Endi biz bugun hiris haqida to'xtalamiz. Hiris bizningki ichimizdagi, ya'ni nafsimizdagi tashqi dushmanimiz bo'lgan shaytonga bizning ichimizdan moslashib beradigan xoin. Biz buni tozalamasak, shayton bizni shu darajada vayron qilib o'tadiki, iymonimizdan hech qanday asar qo'ymaydi oxirida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hirisning xatirini tushuntirib, podichisi yo'q bir qo'yga 2 dona bo'ri kelib, qo'yning hammasini yevatganga o'xshash. Bu hiris bir odamningki dinini, ya'ni iymonini mushundoq yo'q qilib o'tadi degan. Shuning uchun biz bugungi darsimizda bu nafsimizning ichidagi hirisdan iborat bu illatni tunish va undan qutulish uchun hiris haqida to'xtalamiz. Endi bizda hiris bormi yo'qmi? Hiris nima uchun xatarli? Oldin biz hirisning bir alomatlari bilan tanishib chiqsak, ya'ni o'zimizda hiris bormi yo'qmi buni bilish uchun hirisning alomatlari bilan tanishib chiqsak, bir odamda hiris bo'lsa, u odam dunyoning zinnatining hammasiga erishishni xohlaydi. Pul topsam, isil uyda olsam, isil mashinaga erishsam, mana shundoq to'ymaslik bo'ladi. Aslida insonda pulni yaxshi ko'rash, ilg'or mashinalarni yaxshi ko'rash, ayol kishi bo'lsa zibozinat kiyim-kechakni yaxshi ko'rash. Bu narsalarning hammasi Alloh taolo insonning tabiatiga qo'ygan. Pulni yaxshi ko'rmaydiganlar bormi buning ichida? Hamma yaxshi ko'rsa-ku. Agar biz uni yaxshi ko'rmaysangiz, samimiyatla aytilmagan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Va tuhibbunal mala hubban jamma." Sizlar molni yaxshi ko'rsizlar dedi. Shundaqla "Va innahu li hubbil khayri la shadid." Ya'ni inson malni haqiqatan yaxshi ko'radi dedi. Ammo dunyoning zinnatiga bo'lgan qiziqish hirisga o'tgandan keyin xatar bo'ladi. Masalan, insonda dunyoga bo'lgan qiziqish yaxshi ko'rsa, hirisga o'tgan vaqtda butun dunyoga erishsam deydi. Uning talabining, uningki hirisining cheki bo'lmaydi. Shundaqla faqat shu narsaga malla erishsam deb o'ylaydi. Masalan, bir o'quvchi bo'lsanglar, bir imtihondan o'tib yuqori maktabga kirish orzuyinglar bor. Sizlar osh imtihonda malla o'tsam, shu yaxshi maktabga malla kirsam degan ideya bo'lsa, sizlarda hiris bor deganlik. Shundaqla dunyodagi lazzatni, dunyodagi xushallikni birinchi o'ringa qo'yadigan mushundaq holat bo'lsa, yana bizda hiris bor. Dunyoda bir xushallik bor, biz uni qilmoqchi. Ma xushallikni qilsak, gunohmi, gunoh emasmi? Alloh cheklaganmi, cheklamaganmi? Bu haqda hech o'ylanmay, faqat shuning bilan erishishni o'ylasak, demak bizda hiris bor deganlik. Chunki hiris bor odam dunyoni birinchi o'ringa, oxiratni ikkinchi o'ringa qo'yadi. Shundaqla hiris bor odamning ko'zi odam tunimaydi. Cho'ng olsun, kichik olsun. Hiris bor odam masalan bir tijorat qilsa-mu, bir tuquni kelsa-mu, hurmatlaydigan hammasi kelsa, bu degan tijorat deb rehimsiz keladi masalan tijoratdimi. Shundaqla hiris odamning puli qonglamaydi. Maoshni qilma, maoshni qilsang Alloh cheklagan. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi desa, uni tinchimaydi. Ya'ni hiris odam faqat shu erishmoqchi bo'lgan narsasiga hech qanday vosita olmay shunga erishishni ham xohlaydi. Shundaqla hiris odamningki birinchi g'ami dunyolik ish alam bo'ladi. Oxiratga iymon etdim. Men o'lgandan keyin dozoq bor, jannatning borlig'i ishinaman desam-u, lekin amaliyotda uning barliq g'ami faqat dunyolik uchun bo'ladi. Mana bu hirisning qisman alomatlari bu. Bu hiris nima uchun shunchalik xatarli? Nima uchun xuddi bo'ri pati qo'ylarni yevatgandek bizning iymonimizni yevatadi deganda, chunki hiris ixlosni o'ltiradi. Chunki hiris bo'lgan vaqtida, ya'ni bir odamda hiris bo'lsa, u odam shu erishmoqchi bo'lgan narsaga erish orqali mayli mol olsun, mayli mashina olsun, butun insonlarni o'ziga qaratishni ham o'ylaydi. Butun insonlarni o'ziga qaratgan vaqtida inson riyoga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni bu hiris riyoning ishkini ochadi. Riyo bo'lsa ixlosning qotili. Shundaqla hiris o'ch adovat dushmanlik kelib boradi. Hozirgi jamiyatdagi o'chmanlik, adovatning ko'p qisminiga hirismanlik uchragan bo'ladi. U odam ya pulga hirismanlik qilib, o'zi bir ish qilgan bo'lsa, shuning o'xshash ishdan birsini bir qilgan bo'lsa, mening topadigan pulimni tepib oldi deganga o'xshagan bu hiris bilan uning o'ch adovatni qiladi. Yoki nam bo'lsin, maqom bo'lsin, shuhrat bo'lsin, hiris bu odam o'ziga o'xshash ishdan birsini bir qilgan amallam yoki o'zining ishiga to'salg'u deb qaralgan amallam uni yomon ko'radi. O'ziga o'xshash tirishgan o'g'uvchini yomon ko'radi. Agar shunda bo'lib qolsa, bizda hiris bo'lgan bo'ladi. Ya'ni hiris bizni adovat kelib boradi. Undan boshqa hiris odamni xorliqqa boshlaydi. Ya'ni bir odamda hiris bo'lsa, ya'ni hirisningki uyg'urchasiga to'ymaslik, ochko'zlik deb tarjima qilinadi. Ya'ni hiris bo'lsa bir odamda shu erishmoqchi bo'lgan narsada vosita olmaydi. Ya'ni xarob qoldigan vijdonini, g'urrini qayrib qo'yadi. Faqat shuning bilan erishib olib, undan keyin g'urimni qo'limga ilib olay, avval shuning bilan erishib olay deb bu xil shaklda erishmoqchi bo'lgan narsasiga tirishadi. Shuning uchun hiris odamni xorliqqa boshlaydi.
Amaliyotda erishmoqchi bo'lgan narsaga erishalamdi. Inson shunda hirisman turib, hiris qilib turib, to'ymaslik qilib turib, ochko'zlik qilib turib erishmoqchi bo'lgan narsaga erishalamdi desa, dal aksicha. Hiris odamni erishmoqchi bo'lgan narsadan mahrum qo'ydi. Masalan, ikki tilamchi kelsa qashinglarga. Birisi nihoyat hiris va, birisi hiris yo'q. Hiris vasa, uni pul bersanglar yana qo'l tanglaydi. Pul bersanglar yana tanglaydi. Yana birisi isliroq turadi. Siz qaysi qilgan pul berganga keladi? Hiris yo'qqa. Dal shunga o'xshash. Har qanday narsada hiris bo'lsa, u narsaga erishib olmaydi inson. Masalan, uyquga bir odam hiris bog'lagan vaqtida, masalan deylik, attiganlikka bu yerga bormoqchi. Men bu yerga baldir uxlasam bo'ladi, attigaga saq olsam bo'ladi. Baldir uxla deb uyqu qattiq hiris qilsa, dal shu vaqtda uyqu kelgan olmaydi. Shular emasmi? Demak, har qanday narsaga bir odam hiris bo'lsa, shu narsa odamdan qochadi. Yana bir misollar olsak, masalan, dunyoni bir saroy deb tushunsak, masalan, ikki odam bir saroyning oldiga keldi. Talasuga saroyning ichiga kirib olib bir panoh olish orzu qiladi. Bu ikki odamning birisi bu saroyning xo'jayini bizni ichiga aslan bo'ldi. Suvoqni to'ngib qolmasaqlan bo'ldi deb qaraydi. Yana birisi bo'lsa, bunchalik saroy bo'lgan ekan, bizni to'yga boshlash kerak, bizni qattiq hurmatlash kerak deb qaraydi. Saroy xo'jayini ikki odamni ichiga boshladi. Hiris bir odam yuqurg'ulam ko'z tikkandan o saroyning xo'jayini uni tuanda o'ltirg'izib qo'ydi. Ammo bir odam isil, qilgan yaxshiligining hammasiga rahmat aytdi, minnatdorligini bildirdi. Bu odamni bu saroyning xo'jayini qanday qiladi? Hurmatlab to'yga boshlaydi. İnsanlar Allah Teala'nın dünya sarayından ibaret bu sarayda delmuş iki türlük bulunur. Bir adam, ben onda qilishim kerak, ben onunla layık, yani özüne yuqur onunla layık, yoki özünün faqat tirishqanlik uchun ben nurg'ulga ishlarga layık deb qaraydi. Yani bir adam bo'lsa, tirishadi, lekin erishganga qanoat qiladi, minnatdorlik va shukr tuyg'usi bor. Bu xil ikki odamningki Alloh Taolo qaysisining rizqini ko'proq beradi? Albatta qanoatman, hiris yo'q odam. Hiris har qanday ishda bo'ladi. Masalan, bir yerga bir do'stinglarni saqlab o'ltirmoqchi bo'ldinglar. Do'stinglarni saqlagan vaqtinglarda kasulatdi deb uning kelishiga qanday qildinglar? Hiris qildinglar. Tug'an sir ichinglar titillaydi. Ammo bir odam saqladi, lekin unda hiris olmadi. Hiris men bo'lgan odam saqlab balkim kakilib 1 minut qolganda ketib qolishi mumkin. U ketib 1 minutdan keyin kelishi mumkin. Demak, hiris odamni nurg'ulgan ishlardan mahrum qo'yadi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Men kana hammuhul axira" qanda bir odamning g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni dunyolikdagi tunji g'ami oxirat bo'lsa, ya'ni oxirat hayotim uchun bir ish qilay, oxirat hayotim uchun ba'zi ishlarni qila olay deb oxiratning tunji g'ami bo'lsa, jama'allohu lahu shamlahu. Alloh taolo uning ishlarini qulaylashtirib beradi deydi. Va ja'ala ghinahu fi qalbi. Uning qalbida bir boylik qiladi deydi. Ya'ni qalbi to'q, qanoatmanlikdan iborat bu boylikni uning qalbiga beradi deydi. Va atathu dunya raghima. Dunyo uningga boy ekkan holda keladi deydi. Ya'ni tirishadi dunyoga unchalik ochko'zlik, to'ymas qilib muomala qilmaydi, lekin dunyo uningga keladi deydi. Va man kana hammu dunya. Qanda bir odamningki butun g'ami dunyoliklar bo'ladi ekan, farraqallohu alayhi amrahu. Alloh taolo u odamning ishini taslashtiradi. Va ja'ala faqrahu bayna aynayhi. Faqirchilikni u odamningki ko'z oldida qilib qo'ydi. Va lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kataballohu lahu. Faqat dunyodan Alloh taolo yozgan narsaga ham erisha oladi. Undan ortiqqa erishamaydi. Amaliyotda Alloh taolo mushu hiris bilan hiris yo'q odamningki farqini bilish uchun koinotda bizga nurg'ulgan misollarni berdi. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, bir daraxtmi rizqqa muhtoj shundaqmi? Bir insonmi rizqqa muhtoj? Yirtqich hayvonmi rizqqa muhtoj? Daraxt kim rizqlantiradi daraxtni? Men rizq topay, su topay deb yuguramdi daraxt, yugurmaydi. Ammo unga yana rizq keladi. Yirtqich hayvonlar o'zining rizqi uchun shunchalik yuguraydi, umi o'ziga chuchuq erishadi. Qarab baqadigan bo'lsak, kichik bolalarmi rizqqa muhtoj, cho'ng odamlarmi rizqqa muhtoj. Biz rizqimizni ansirab shunchalik tirishimiz, lekin kichik bolalar xiyol yo'q rizqninki. Mana kichik bolalarniki. Lekin bu bolalar rizqsiz qolamdi? Qolmaydi. Dunyoda egasi yo'q nurg'ulgan daraxtlar bor. Hammasining rizqi bor. Demak, inson qanchalik hirisman bo'lsin, u hirismanlik uning ortiq narsa akilanmaydi. Aksiya, uni nurg'ulgan narsalardan mahrum qiladi. Agar bir odam hiris bilan bir narsaga erishayotgan bo'lsa-da, masalan, olma qurti deylik. Olma qurtininki uyinada, rizqining ichida. Shundaqmi? Rizqining ichida. Ammo bizdek hirisman insonlar rizqimizning ichida uyimiz yo'q-ku bizniki. Tirishimiz shundaqmi? Buning qarab bir narsalarni his qilishimiz kerak. Alloh taolo har bir jonliqninki rizqini berdi. Sen och ko'z ol, to'ymas ol, iris bo'lsin, bo'lmasin, sen chuqum erishidanga erishsa, erishmaydanga erishmaysan. Shunga mayli rizq talab qilishda olsun va yoki dunyolik ba'zi narsalarga erishishda olsun, qana qilamiz? Hiris bilan emas, qanoat bilan harakat qilamiz. Qarab baqadigan bo'lsak, hayvonlar ichida eng zirak deb qoladigan hayvon qaysi? Tulki. Shunga unga yiliganlik misol keltirdi. Aqlliq deb. Aqlsiz deb misol keltirilgan qaysi? Biliq. Masalan, biliq hafiza deb qo'ydi-ya, unutib qoladi. Ko'pincha biliqlar ochliqni bilib qolmaydi, to'qlikni bilib qoladi. Ya'ni qusq to'g'ini bilmaydi. Verib bilib qoladi. Shunga biliqni farqli amalda o'xshidi. Verib bilib to'xtaydi debchi. Ammo dunyoda eng ko'p ochliqni bilib qolgan narsa tulki. Biliqning urug' simizmi deb anglab baqdingmi? Biliq almoqchi bo'lsangiz simizroq biliq alay deb baqdingmi? Hech qanday biliqniki urug' yo'q. Ajab bu duyan narsaning urug'i yo'q. Simiz hammasi. Ajab bu aqlli hayvon ochliqni bilib qoladi-ya. Bu yerda biz bir narsani his qilishimiz kerak. Siz rizqqa faqat aql bilan erishmaysiz. Siz rizqqa to'ymaslik, ochko'zlik bilan erishmaysiz. Rizq kimdan? Allohdan. Shunga rizqqa erishilmaydi, rizq beriladi.
Biz harakat qilamiz, rizqni Alloh beradi. Shundaqla bu hiris bizni bexillikqa boshlaydi. Bir odamda hiris bo'lsa, bir narsaga erishsimi, uni ishiltishdan nihoyat o'zini tortadi. Pul topsimi, hatto bexillikqa zakatini bermaydi. Lekin Alloh taolo shu miqdorda yoki uning ko'proq miqdorda helik kasal sababi bilan, har xil musibat sababi bilan uning rizqidan yana oladiganini oladi. Bir odamningki ma'lum bir ziyonga uchrab, necha ming lira ziyon tortibdi. Bu odam deydi, "Men 2 kilo olgan zakat armig'ili. Shuningki jazosi o'xshaydi" deb bilib, shuniga hisob qilay deydi. Hisob bo'lamdi? Hisob bo'lmaydi. Demak, sizni eldig'ini elinadi, berildig'ini berildi. Hirisman bilan qancha ochko'z ulan, ish yo'lda vastallamay erishing, ya'ni erishishingizga erishsiz. Shuning uchun bu hirisdan qattiq saqlanishimiz kerak. Hiris bor odam shuncha tirishib pul topadi, uningdan tuzuk foydalanmaydi. Chunki hiris bo'lgan odamda, ya'ni ochko'zlik bo'lgan odamda puldan chiqib ketgan narsa qattiq azoblaydi bu odamni. Bu odam pul to'plab oxiri o'lib qoladi. U puldan kim foydalanadi? Boshqa odamlar foydalanadi. Bu odam hayoti bo'yicha pulisiniki ish boqaradi. Ya'ni pulni saqlagan odam bo'ladi. Shunga hiris bizni erishgan narsamizdan foydalanishni to'sab qo'yadi. Endi bu yerda inchki bir nuqta bor. Hiris bilan g'ayratning farqi bor. Ya'ni bir narsaga qiziqish, tirishish, g'ayrat qilish. Buning bilan hirisning nurg'un farqi bor. Masalan, hiris bor odam bir narsalarni erishish uchun vastallaydi. Qanday qilsam, o'shuniga erishsam, o'sh pulni topsam, o'sha mashina olsam deb u vaqtda hech qanday vastallaydi. Ammo g'ayrat bor odamchi tirishidi, uning oldiga cheklangan bir yo'l kelib qolsa, uning to'xtaydi. Ya'ni quliq anglaydi, ko'zi ko'radi. Quliqi to'g'ri gapni anglaydi, ko'zi odam tuniydi. Shundaqla hiris bor odamda minnatdorlik tuyg'usi bo'lmaydi. Shundaq hiris qiladi, ammo erishamasa doim shikoyat qiladi. Ama gayret badam şu. Tiriştim, ben kulağımdan kıldığını kıldım, takdirim şu. Yani erişkinge az bolsumu şükür kıladı. Şundakla gayret badam bir hareket kılmakçı olsa, bir nesige erişmekçi olsa dünyanın kanuniyetiga beqib hareket kıladı. Mesela bir nan kanda pitudu, buğday teriladi, andekin xaman yanıdı, andekin tügmen kapırladı, andekin nan yakıladı. Şundak var. Her kanda işlem şundak bir ilahi tertibi var. Gayret badam şu boyunca hareket kıladı. Sevr kıladı bu yolda. Ama hiris badam şu bir vasından erişini oylaydı. Buğday, un tatış, yekiş bunu sevr kılanmaydı. Bunda adam ilahi tertibga rioya qilmaganlik uchun ya bir paştaqni 2 paştaqqa desayman deb yiqilib tushadi, ya bir paştaq kam desab silib dum tushadi. Ya'ni bularda bir ishga yetishda savr bor. Ba'zi vallar bor. Bir kunda bayot ketsam, shunday bor. Nurg'ulg'an qozongan kishilarni ko'rib lekinde ularning bosgan tertibini o'ylamaydi. O'shundak bo'lg'isi bor, lekin uningdek tirishqisi yo'q. Uningdek jafo tortqisi yo'q. Ular besib o'tgan yerni bosqisi yo'q. Mana bu hiris badamninki bir alomati. Undan boshqa g'ayrat qilgan odamda uning prinsipi bo'ladi, o'tmaydigan chegaralari bo'ladi, qizil siziq bo'ladi. Ama hiris badamning chegarasi, prinsipi qizil siziq olmaydi. Faqat o'shunga erishishni xohlaydi. Shunga erishish yo'lida o'zining prinsipini, qizil siziqini bir yerga qarib qo'ydi. Shundaqla hiris badam bir narsaga erishgan sari Allohdan yiroqlashadi. Chunki bu hiris badam men mushundaq hiris qilachqa, mushundaq tirish qachqa bunga erishdim deb qaraydi. Ammo g'ayrat qilgan odamchi, men g'ayrat qildim, buni Alloh berdi deb qanchalik erishgan sari Allohga shunchalik yiqilishadi. Shundaqla hiris badam rizqidan noyta ensiraydi. Ammo g'ayrat badam rizqidan ensiramaydi. Mendan talab qilingan harakat qilish, mendan talab qilingani tirishish, erishkinim bo'lsa mening rizqim deb qanoat qiladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz bu hirisni yana xato tushunib tirishmaslik mundayga epib olsak bo'lmaydi. Biz tirishimiz pul tepish uchun, orzu qilgan narsaga erishish uchun, yaxshi ko'rgan unuslariga o'tish uchun tirishimiz. Ammo shu tirishimizda hiris bo'lmaslik uchun o'zimizning ojizligini bilib tirishimiz. Tirishimiz, "Alloh, men ojiz Allah. Men mushunchalik qilaman, men faqat sabab qilaman. U rizqni berdigini, u o'ringa meni erishtirdigini, u maktabga meni o'tkazdigini sen ey Alloh" deb o'zini Allohga taslim qilib turib, Allohga tavakkul qilib turib bu holatda tirishimiz kerak. Shundaqla dunyodagi agar bir odam men oxirat hayotiga ishinaman, jannat ishinaman, do'zax ishinaman deydi ekan, u odamningki dunyodagi birinchi yaxshi ko'radigan birinchi prinsipi Alloh va uning elchisininki, ya'ni Qur'onning, islomning ko'rsatmasi bo'lishi kerak. Buni yaxshi ko'rish olamdi, mashina yaxshi ko'rish olamdi, uning keyiniga tizilishi kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda bunday ayt, ina qalda qul in kana abaukum va abnaukum va ikhwanukum va azwajukum va ashiratukum. Ey Muhammad aytqinki, sizlarning dadalaringlar, qarindoshlaringlar, ayollaringlar, tuqqanlaringlar, topgan pullaringlar, oqmay qilishdan ensirgan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan o'ylaringlar Alloh va uning elchisidan va Alloh yo'lida fidokorlik ko'rishdan, jihad qilishdan suyumlikroq bo'lib qolsa, ya'ni erishgan pulinglar, tijoratinglar, uyinglar suyumlikroq bo'lib qolsa, bu vaqt sizlar kutinglar. Allohning yordami sizlarga kelmaydi deydi. Shundaqla bu ayni keyin dilam vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Alloh taolo bu xil shakldagi fasiq qavmni hidoyat qilmaydi deydi. Shunga Alloh taolodan bir narsa talab qilgan vaqtimizda, meyli pul olsun, meyli o'qish olsun, chuqum qanoat bilan, tavakkul bilan, ojizlik bilan o'zimizning ojizligini e'tirof qilib turib, bu shaklda qilishimiz kerak, shundaqla harakat qilishimiz kerak. Chunki men hiris qilmaydim deb harakat qilmasa, yana hisoblanmas. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tuygusini bog'lamay turib, Xudoyim g'amonat degandan keyin dedi, aqilha va tawakkal. Bugina bog'lab qo'y, ondan Allohga tavakkul qil dedi.
Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam agar sizlar Allohga qushlar tavakkul qilgandek tavakkul qilgan bo'lsanglar, atdiganda och chiqib kash to'q qaytitdinglar dedi. Qushlar qanday tavakkul qiladi? Rizqini mishaga ekib bersin deb o'zidan chiqmay yetandi. Yo'q, atdiganda o'z rizq tepishni uchib chiqadi. Nerede rizq qolganini biladi, bilmaydi. Tavakkul qilib, ammo kash to'q qaytadi. Ya'ni bundan oldigan bizning qoidamiz nima deganda, harakat qilamiz, ammo Allohga tavakkul qilish bilan. Mana bu vaqtda biz ham hirisni saqlana olamiz. Alloh taolo hammamizdan bu qalbimizdagi hirisdan iborat bu yomon kasalni saqlasin. Alloh taolo qalbimizga qanoat bersin, rozimanlik bersin. Bu dunyoga to'ymaslik, dunyoni birinchi o'rin qo'yib yashash bu illatidan saqlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.